Assalomu alaykum Qurg'izlar. Men bir qayrilishim sebebi borda, baldarım ichida 4 balam bor. Çıkarma. Baltanı taşı. Bunu geldik ki. Bunun çekerasında kişine girip duruşa çekerasına silip İki tarafta bir çeşme çıkıyor. Oşa hazır çeçeyiz ha. Yok. Baltani ko'targaningiz bormi endi videosi? Bu yerden qancha metr girilgan? Biz kirmat. Duvaldan nari normativ boyunca 2 metr bo'lishi kerak-da. Ha? Yo'ldan 19.50, 30. Yo'ldori o'lchanib, yengir qaraladi, krassinlar qaraladi. Biz ularga dokument bermaymiz, Akbaremga aytib. O'sha 1 metr ekanda zdaniya. Molar chiqib kettirdi-da. Narxi zdaniya ichkariga men sirtqa chiqib ketganda. Nima ber ekan? 1 metr girish kerak ekan. 1 metr ichkariga girish kerak ekan. Onlar bu burçqa chayin hozir 21 ekan, naridagi 1 metr girish kerak ekan. Bu ishga 2 yil bo'ldi. Kesak qadimkidek ekskavatorni buzib ishlabdi. Sizlar buzba deb kelib Ushul yerga keldi. Zabor nereden geçiş kerak ekan? Bo'ldi. 5,5 Kosak'ta. Ushul yerga zabor tushish kerak ekan. Ular ovada. Zabor nerede ekan, turli ekanda. Eski zabor tur ekanda. Граница o'shanda zaborning yanida kichkina yer qoldi. Yo'ldan ko'ra, yo'ldan. O'rtada nol granitsa. Men o'shani aytayapman. Buni men chiqarib salam deyapman men. Zaborni. Bular o'zlari qurib olsin. Men o'zim quram deyapman. Qayerdan qurasiz? Bular o'zlari qurib olsin. Bular o'zlari oyoqqa qursin xohlaganini. Bu xatashga qilsin menga desam, men farq Zaborni etmaydi. nerga qurish kerak bularchi? Niyaga qurbaydi-da. Nega? Nega qo'yapti? Territoriya quradi. Nega usulga Qurbaytmayapti. siz zaborni toshqandan Men zaborni to'lashgan yerim yo'q. Men zaborni ko'pga chiqaraman, musorga chiqaram dedim men. Qarindosh, hozir yerga o'shanda bular qurmasin deyapsiz-da. Qanday bo'ldi işte? Chegarasi shuncha ketdi. Qanday bo'ldi? Sotgancha qatqanday bo'lsa bizda. O'sha kitobdan chiqib sotdan o'shayni bo'ldi. Sot bilan ikkita birday bo'ladi. Men hozir o'sha nedan olib kelaman bo'lsam. Yerga chayin hozir 21 chiqdi. Ana yerga chayin chiqish kerak ekan. Kompaniyani bankdan men olib kelaman bo'lsam. Bular bo'yicha shunday ekan. Mana shul yerga chayin aytdim-ku janaga. Yo'lning o'rtasidan 12 metr eseplaysiz, mo'ljaqni buzish kerak. Mayli, bo'pti, buzamiz. Mollar o'ta olmaydi, maktabga yetib otib, yoshi mashina. Mana qara. Qatar qanday deb o'ylaysiz? Buni trotuar kerak emasmi? Kerak. O'zing o'rningizda yashaysizlar, bola chaqa o'tadi. Kerakmi? Yo'lni kengaytasizlarmi? Tug'anlar birinchi arzmen qayrildi. Sporna bir uchastak bor ekan. Al ejega qo'shni tarafidan aslular bo'lib turadi. Ejadan bir sira ma'lumot olgan. Assalomu alaykum Qurg'izlar. Men bir qayrilishim sebebi borda, baldarım ichida 4 balam bor. Yo'ldoshim o'tib ketgan. Qo'shnam bor, buni o'ng tarafimda. Qo'shnamdan o'rtada zaborimiz bor. Yo'ldoshim qurgan zabor bor edi. U kutgan uzun zaborida shu qo'shnam chiqib shuni buzib kichkina belgili, tam enaqa darvoza qilib qo'yayinchi deb so'raldi. Mayli bo'pti deb, meni yo'qligimda qaynatam bo'pti deb, mayli deb rozi bo'lib tur. Endi 2 metr yerga boramiz, bardig'iz, sizlar mendagi hammamiz ham 2 metr yerga boramiz. Mayli deb bergandan keyin bir 8 metr, 15 metrcha buzib, 8 metrga yaqin nimasini tiklab qo'yishdi. Tom solishib oldi. Unga ham mayli dedim. Yana haligi 8 metr yeri qolgan yerini nima qilishmadi, tiklashmadi. Sotga ber dedi. Bu meni yerim deb to'polon qildim. Buni ariqacha meniki dedi. Bolalarim haligi qo'rqitishib, o'sha zabordan kirishib, bolalarimgacha urib ketishdi. Bolalarimni balta bilan chopib o'ldirim deb qo'rqitishganda, bolam уже qo'rqa bo'lib qolgan, haligi 11 ga chiqqan o'g'lim. Undan oldin qaynatamni uribdi. Qaynatamni uzun saboq bilan videolari ham bor. Urayotganda men unda uyda ish qilyotgandim. O'zim kichkina 4 parcha yasab shunday ish qilaman, tirikchilik qilaman. Qaynatam qo'llarni men mashinadan oyog'ini qanat o'rganda, uni olib men militsiyaxonaga ketdim. Hali qaynatam ko'radigan ahvolingiz yo'q deb allashmadim, o'shunda ham kirib qo'shniga bir og'iz gap gapirmadim. Mana urushpaylik, urushpasdanlar chechiladigan yerim, qaynatam qarib qoldi. 5-10 yil umri qoldi. O'shadan keyin dag'i berem deb o'zim bu kishiga aytmasdan, ele un chiqmasdan o'zim ham aytganimda, qizim bilan o'zigachi. Mana buni qo'ldim, mana bunaqalar qolgan. Baltadan, ha? Yo'q, bu savoliq kaltakdan. Balta hech kimga tegan emasmi? Ha. Chabam deb qo'rqitgan. Uni kim ushlab qoldi. Birinchi meni toshlarman urdi.
traktör bu zaman deb Birinchi traktör cho'g'im ekanda urushgan kirgizmay qo'ydik-da traktör buyoqqa chiq. Men kirgizmay qo'ydim. Traktorni oldi turib olib, men tepalab o'tasin deb turib oldim meni. Traktor kirmay qolib, keyin bu xotin meni toshxo'ring oldi. Tosh kesaklar bilan urdirasa. Men ikkinchi o'raydan traktor kelganda 200 yeta 15 kun 20 kundan keyin yana ketdi traktor. Kelgandan keyin borib yana uni ham kirgizmay qo'ydim. Kirgizmay davatchi bu deb nima qildim, chiqib ketdi. Traktor bu yakmen kasakmen urdi. Bar yo'm qonga bo'lgan boshqa То есть qilib. nega traktor kirdi, ne sebepten? Zaborni Zaborni buzamiz deb. Tashtaymiz. Alardın traktörü? Ekskavator chaqirdi. Zabordu kim qurgan? Meni Yo'q, o'g'lim yo'ldoshim qurgan. Alar aytadi-ku, ikki tarafda birga qurganmiz. Yo'ldoshim o'zi qurgan. Meni o'g'lim Uni ustalarga borib so'z aytib. Alar hech bir salım qo'shgan emasmi? Yo'q, ular qarshi. hech qanday narsa yo'q. Bir ton pul qo'shgan emas. Meni o'g'lim qurib, ustalar sotdi mana meni nima haligi qurganlarni so'radi. Bittasi betonni qo'ygan. Zaborni urgan, devor urgan. Oladi sotga bordi, javob berdi. Meni o'g'lim qilgan. Alar aytadi, biz qurganmiz deydi. Yo'q. Yolg'on so'ylaydi. Ularda 100% gap yolg'on bo'ladi. Endi anaqa qilib misol uchun Sot bo'ldi. Bozor Sot bo'ldi. Ne dedi? Sot bozor qilganda qaradi, Chechim. qarab chechimni zaborda Chechim chiqarib berdi. qo'yg'ila. O'rniga keltirgila deb chechim chiqarib berdi. Lekin bir oygacha haligi so'z aytsa, ular jana apellyatsiya jazsa bo'ladi ekan. Jalobotga yozishdi. Jalobotda 3 sot qaraydi ekan. Jalobotda 3 sot qarab, polni aytishib, "Buni dedi, bitirishadi" dedi. Уже chechim ham chiqib bo'ldi. 3 oyning ichida bitirib qo'yish kerak bular dedi. Chechimlaringiz bormi hozir? Bor, qog'oz Ko'rgizmaysizmi? Mayli, olib chiqaymi dedi. Bor. Birinchi aytamiz. Birinchi aytgan shu. Ha, birinchi. Bu ne deyapti? Hozir. O traktor buzyapti, ana qilibdi. Ha, sizlar buzba deb kelib o'tasizlar. Mana. Bu traktorda shular olib kelgan. Ha, shular. Bularni jera. Ginki. Men so'tinganlarni chiqarib. Oybek mana mana shu baltani olib qo'yganman-da. Shu baltamen urgan-bu? Shu baltamen chopon deganni qo'ldan tortib qo'yganman. Nima, telegramiz bor aytchi? O uyni buzatishadi, nezashdi bularni. Baltamen urdi. Ne? Bu churqab keladi. Churqab, o'shandan boshtalganda kirib turib ana baldarni chapgan yerda. Nimadan chapgan? O'sha baltar. Arkasi bilan chapgan bu. Baltam tegmagan bolaga, chapaman deganda bu ukam ushlatmagan baltam. Uyni buzat. Ushlamaganda chopardi. Kirib mana, pon. Bu bala kim? Men ajratyapman, kirib oldim, men asrga chiqib ketgan, qarasam, bostir urayotgan ekan. Ana. Nereye bastırdı? Baltamen durdu bile seni. Ha, bular düğüne kirgende ular bastırıp. Bu benim uyum az, benim uyum aşağı orta zabor buzulgan zabor. Ma buzdurup sıraz bastırın. Ana. Ne aldı? Tapor. Ha niye de kansa tartışkan emas bu? Hem kokup mana köp koygandı. Shunchalik qilib, o'zim onlara bir shekil borib ko'rinib, Nonda emasmi? yo'q bunda emas. Yasa nizamidan misol uchun zahmat shu imishdi deb nargini yerini olsa. Buni yerini olsa, men militsiyaga borib, shu tergovchiga borib. Nima aytdi? Merbekni o'shaga borib shunday desam, u tergovchi meni nabora seni ustingdan arz bor. Seni chaqiraman. Chaqir. Nima kim yozdi arzdan desam, seni ustingdan men chaqiradi vaqtda deb tergovchi menga naizhat etdi. Kim degan? Nima to'xta bo'libdi? Qaysi Merbek. Ha? To'xta bo'libdi. To'xtavolov Mirbek? Ha. To'xta bo'libdi familiyasi. Kimlikda berib söyleb qo'ying. Biz haliga Gulnora Tashiva deganda mana kelin borib nanimat etdik-da, borib so'ralib aksiyasini berib nima qildik. Ana keyin Gulnora Tashiva tushib ertasi kuni biz bordik. Aytdi, Maqsuma bari dokumentlarda yo'q qilib qo'yibdi Merbek. Dokumentlar yo'q, hech narsa yo'q. To'da qilib qo'yibdi.
Men orada ko'p qo'ygan deb chiqdim dedi. Tashiva. Ana keyin o'sha bo'yicha Tashivani hakimaga Tashiva kim ol? deb turib o'shani Аты kim onun? Gulnora Tashiva. Ana? Anan, по-моему, undan bir degeler dogovor qilib olib, ana keyin bizga protiv Хорошо. qo'ydi anchaki. Bo'ldi. Mahmud degan mana men shuni aytib o'tayin. Mahmud aka degan bir o'zimiz anaqa mana shunday yurist aka borda, shuni qochirishga yordam berdi. Bu nima shu? Hozir qochib ketibdi bu qiz. Hali sotda jiyintig'i bir ay ichida anaqa bo'ladi. Ungacha sotda anaqasini to'lamaysan, biz apellyatsiya yozsak, bizni qarovimizni qarash kerak ekanda. Bu hozir qochib ketibdi buni. Bunga ham bu nima? Al Mahmud kim al o'zi? Yuristlarga ham haligi, по-моему, meni bilishimcha, haligindagi bezdagini Advokat. bezdagini bezishi. Al nima qiladi desangiz, bunovi uyga 3-4 ta boribchi, borib, uyga borib, Muhammad Surashi boshqa qilib, kelib, aldagi yoki sud bo'layotganda sudda, bir devorni bir chekasida bekilib turadi. Mahmud anakin maqtad degan men partiyadaman bo'lgan tanimadim. O'sha kerakga olib, anakin bayağı sud tugandan keyin bayağı buni eje borib, bayağı mashina chiqib, o'shalar nezakonni ish qilyapti. Kagetedak. Meni Krasniy kligan ichidagi devorni ashi Mahmuddan maqtad olib mashinaga berar ekan. Men hozir bolalarim buni urgan bo'yicha kimga qayrilishni bilmay qoldim-da. Уже bolalarim o'g'lim уже unaqa nervdan nima qilibdi. O'zim ham nervdan, doktorim ham bor ko'rinadi ham. Уже nervdan biz anaqa qilib bo'ldik. Buni hozir qayerga boshlaydi? Уже zakonda u narsalar kiritilmagan, yo'qqa chiqarib yuborgan qog'ozlar. Zakon bilan ish qilishni hurmatli Sadir Japarovdan Alloh rozi bo'lsin. Mana Tashiyev nimamizdan Allah Qamchibek Tashiyevdan Alloh rozi bo'lsin. Eng nima buni haligi merimizga rosa rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin deb bu kishilar meni so'zim o'qib hech kim quloq solmayapti. Даже hamma yerga borib keldim. Bo'pti deyishadi, yo'q deyishmaydi. Mayli ishingizni bitirasiz, bunday mumkin emas. Bunda bolalaringiz kichkina ekan, yordam beraylik sizga deb suylashib, orqasidan уже 3-4 kundan keyin yo'q bo'lib ketishadi-da. Qayra borganda o'zim ham kuyovim yo'qligi uchun jalni boravergan o'sha anaqa tuhmadi. Hayırlı turgan yerim kalmadı. Bunu nimadan qayerda men bir o'ris tanishim bor edi, shundan so'rasam, eng yomon statya masha. Eng kami 3 yil, maksimum 6 yilgacha qamaladi bu ayol deb o'shunday edi. Biroq men tergovchiga borib, bunday aytib, "Ammo ishing bo'lsin" dedi. Sen ammo ishga bo'lsin, sen o'zingni bil dedi. Militsionerlar aytishdi, men aniq kimni aytgan eslolmayman. Bolalarim bo'lganda, olib borganimda aytishdiki, balta menen chapqanda yaxshi bo'ladi edi. Urganda yaxshi bo'ladi dedi. Bittasi ziyon bolangiz bilan chapib olganda, qattiqroq anaqa berardik bunga dedi. O'shunday qilib menga nima nabarot haligi borsam nima qilishdi-da. Shunday. Tergovchilar bu. O tergovchilarni qaysi biri aytganini aniq bilmadim. Bu paytda men haligi bolalarni urib qo'ygan bir anaqa bilan stress bilan borganim uchun qaysidir melisa menga shunday deb aytdi. Buni otaman bor deganida. Bolalarni dedi chopib qo'yganda ina qarardi yaxshi. Hozir qaramaysiz deydi. Yo'q, bunga endi yangi statya 136 ni berib qo'yishdi, yo'qqa chiqarib turish. Yangi statya berishdi. Nimani birinchi mana bo'ldi? Mana birinchi mana u haligi to'plam bo'lib, nima biz tergovchi biz chaqirdi. Egamini chaqirdi, bordik. Undan keyin mana ayolman, mana qiz yalinib oila qo'y so'kka o'tkirmang, qamalib ketadigan mana qiz. Shunday dedi. O'shunday degandan keyin 2 kundan keyin To'g'atboy osmongacha qo'yindan nima keldi deb o'shunday dedi. Prezidentga chiq dedi. Prezidentga chiq menga desa dedi. Xohlagan yeringga bor dedi. Sen ikinci jardan berib nima qilamiz? Xohlagan yeringga bor dedi. Prezidentga chiqsam, xohlagan ishingni qil deb qiz shunday deb qo'yibdi. Sud kuni ham sud eshigida уже suddan chiqib kelasak, cho'ng qizim ham sudga qatnashtirib olib borayotdik. Cho'ng qizimga aytdik, sen deb nima o'tib olsin, sud o'tib olsin, o'zim bilaman. O'ldirib ketdim, bar biring bo'lsa biring o'lasin debdir. O'sha emaymi? Keyingi sudda ham borib sudda men u ayolga bir og'iz gapirganim yo'q. Yanimda to'ra keldi degan haligi tergovchi bor edi. O'shuni yanida turib baldaring o'ladi yaqinda, baldaring uchodi biring ketin o'ladi deb gapirdi. Tergovchiga aytsam, indamasdan teskari qarab oldi dedi nima? Tergovchi ham. Tergovchi mo'sh haligi to'ra keldi degan bola. O'shuni yanada aytdi-da.
Bunu geldi çare görmeseler benim ballarımı hayatımda kim nima qiladi hozir rosa qo'rqyapman. Birinchi chorani o Mahmud bilan maqsadga ko'rish kerak. Chorani Liza ko'nning uchun olib borgani uchun. 17 iyul 2024 бұл жерде азыр базар қорғанда арыз менен кайрылыштыр. Bunu geldik de, bunu yapayım şu EGS güyesinden arkalı balat ortada kılgan ekan. Alan bunu narkılar buzbaysın da bunu kız o yerden beri karat navet salaydın narkılarını oynadı ekan. Bu ortada öz ökön çekerasında ökön topalanma salgan ekan. Narkılar navet saldırıp oynadı ekan. Bunun артында silip var ekan. Bunun çekerasına kişine girip duruşu çekeraga silip kılıp koydu. Al oşoğa napirisi bunu kız oşan aldırasın da da. Sağmastar. Narkı ökön çakış керек. А бұл бет Бұл бетке сөйлешеміз, азын ақ сөйлешеміз. эки тарапты бир чечипке чыкты. Ошо азыр чечебиз да. Sizlerge sottan штраф salındı 30 bin so'm. Кандай 30 000 сом? Salınganmı? Dilfuzaga. Kim aldı Dilfuza? Surgoy deyiladi, bu boshqa deyiladi. Bu boshqa deyiladi. Kim tarafınız? Qaysi? Biz tarafından miyaktı. Men traktor girgizdim. Traktorun tagiga bular buyakты qaynatасы o'zini tashlab Buni o dastan menen atasi apamni o'sha Dilfuzani urdi. Ne qilish kerak? Videoda ach dedim, ochmadim. Ne qilish kerak? Bizge bayağı eldik jiyin bolganda biz el menen joluguşu bolganda bular bizge arızdandı. Çünkü bizge Жашоо көрүнүп men bir so'zda aytayın da. Videolaryny görsetdi. Baltalı sizbi baltalardı götürüp nima kılgan? Men masaladan geçmedim. Yok. Baltani көтөргөнүңүz бар менде videosu. Suratları var. Koydu da sizga Emas siz baltani aytib o'tasiz, bo'p turmayli. Men keldim o'sha videoda kamerani ach dedim, ochmay qo'ydi, jo'qotdi, udalit qildim. Nega udalit qiladi? Chinlik bormi, yo'qmi o'zi bu yerda unda? Жоқ, азыр көрөбүз. Мына жериңерди өлчөйлү. Bo'pti, hozir buni problemani jetalik. Advokatınızı aldırdınız. Advokatınızı. Bormidi kopyasi uyda? bitta kopiya qildim, nimaga berdim? Men pulim yo'q. Işte kopiya qildim. Sizga qancha sotik yer bu yerda? 17 sotik chiqsa kerak. Bu yerdan qancha metr girilgan? Biz kirmadik. Biz kirmadik. Zakon bo'yicha shunday. Haligi Qizilayligi olmas. Men bilan cho'g'i o'lchashdi. Mahburat dedi, arada iyaga qo'shnimniki, bu yoqi sizniki dedi. Chekasiga qo'ying dedi, tortdi. Bo'pti deb tortdim. Men o'shandan men o'zimni chegaramda men o'tganim yo'q. Ular aytyaptiki 3 metr yerimni oldim men. Deb menga sot melisa qilib, "To'ne dena pagorishi 20 ta pagorishini kirgizmadi. Meni uyat so'zman 1 yil nima qildim. Men sot melisa qilmadim. Men nimalasman o'tiraman." Bitta qarindoshim keldi, ikkamizni urdirtirdi, bir barobar qilib, o'zlari melisa so'kildi. To'ne edi, mana buzdim men. Bo'ynimga olaman. Bolam qilgan, buni bolasiman. Sheriylik deb oldi endi bu. Endi buni yo'qotib o'zimiz qilaylik deyapmiz. Shu Yunus qaysi biri? Men qayerdan bilaman buncha erkakni ichingda? Aziz akasi. Ha, bular chiqib ketganmi? Yo'q, hozir toshdan bildik, Ular boşaltısını ölçek. Özlerine Bu yer qanday? Hujjar ko'rasiz, bunday kelgan negizi. Bunday Bu arasdan kelgan. bölünür çekerek ara. Ariq miyaqda bor da. Chegara miyaqda da bor. Buni kimdan so'rab qilgan biz bilmaymiz. Hech kimdan so'ragan emas. Bu yoldan nari normativ boyunca 2 metr bo'lishi kerak-da. Ha? 2 metr, ondan beri. Men aynak narjaqdan qilganman, aynakda bizdan ruxsat so'raganmiz. Mana yerdan hozir 2 metr nolga kelishi kerak. Ha, anaka. Shul yerga. Son bo'yicha. Bir karatasanız. Bu kişide sizin dokumentleriniz yok. Bu material özünde saklıyor ekan. Sot kod görüp bergen ekan. Bunda yok ekan. Siz aytып atasız, banktan atasız. Banktan ala koyuyoruz. Yani kadastrdan ala koyuyoruz. Banktan alsanız tezdirek Alo. alasınız. O'zi pul jaraliginda qanday desam bo'ladi? Bunday turgan yer bo'yicha, endi biz odamga o'xshab, bunday kichkina ish deb, kichkina bunday odam pul qo'yilib desak, elda ko'ra olmaydi. Ne qilamiz endi biz? Bu sizlarning jeringiz o'zi. Bizi jeringiz o'zi. Sizlar o 5 Dokumentinizi görün. Hozir olib chiqadi, hozir bir kopiyasi bo'lsa olib chiqadi. Bu jengamga aytdim, jenga dedim, yo'q dedim, menga o'tib ketgan bo'lsa dedim, qizil kniga bo'lgan bo'lsa dedim, men o'zim bilan musulga chiqaraman, xohlasam qoldiraman, men o'zim bilan, men sotib oldimmi deb, men o'zim bilan desam, cho'q turadi, hech qayerga ne bo'ldi. Qo'lingdan kelganini qil, qirg'izni baldarni o'tkazmayman dedi. Ne qilaman? Ne qirg'izga yashov yo'qmi bu yoqda? Ne otam qirg'iz bo'lsam ne bo'ldi? Qirg'izistonda taralganman, otam qirg'iz ne bo'ldi? Otam qirg'iz bo'lsa. Qo'shni aytamiz. Hava?
Tuğansыңар bu jaqda. Jo'q, men ma'mila da qilmay, men bu yerda yurmam da. Men ham buni opamlar yashaydi. Arnamizdan kichkina chiroyli qilib qo'ying deb Moskvada yetim. Chegara. Kızıl kitaplar var. Qizil kitob. Onda Qasak topsan? Jo'q, o'shanday bar bo'yicha kredit oldim. Ayla jo'q, bunalar urush qildi. Opam bilan o'sha jiyanim urdi. Milisaga bir darbala bo'ldi, ақша yetkazib olmay, andan keyin kredit oldim. Bir общий bir çekti bundan. Bermaysiz, 2 deylar. Ana 2 diyor, 2 Arxivdan ko'tarish kerak bo'lmasa. Hozir bankka qo'yib qo'ygan bo'lar dedim. Shunday. 35. Kundik chiqadish. 35, uzunluğu 19. Tamam, uzunluğu. Bu arkası 35 kan. Bundan 19 kan 51 kan. Na yoldan 19.50, 30, 40, 12. Türk jağı 51 kan. Yol jağı 51 çıkış gerek kan. Video qilib osilma maqtul. Bular pul bilan anaqa qilib o'rganib qolgan. Haqiqat osmonda. Madam pul mananisi ham video qilib yuribdilar. Yo'q, qilaversa bu bola o'zi qiladi, ijolat qilma. Pastda hammasini qiladi, boy kira oling. Rostmi? Bunday qarasini ham. Ursin bitta mush ko'tarsin. Bitta mush ko'tarsin-chi. Qarangchi. 17-iyul 2024 Bozor Qo'rg'oni shahri. Hozir bu yerda bir 3 uyda sportnoy yerlar bor ekan. Hozir merning o'zi keldi. Departamentning boshchisi, ana xizmatkorlari. Hozir 3 uyda ko'p bo'lgan shu masalalarda sizlar hozir bir video taqdim etdim. Bunda birinci sırtlarından olsa Bu joy qancha metr bo'lish kerak ekan? Ko'rsatdim aka. Ko'rsatdi. Moydin go'stakdi qana. Qancha bo'lish kerak ekan? Mana. Nol tarafı 62-20. 62-20. 62-20 tartma. 68-20. Tak. Nereye ketib to'xtadi? 62. 30 var ekan da kamyerda hozir. 60 bo'ldi, 30. Shunday 60. Bu yoqqa chiqib ketdi. Sarqaraqdan olib kerak. Hozir qarab tur, normativda hozir men eslatmayman. Qarab. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saniye ekanda. 1 metr ekanda saniye. Molar chiqib kettirdan da. Narxi zdaniya ichkariga men sirtqa chiqib ketganda. Avlo yo'ldagimi? Mana chiqib ketdi yo'l. Yo'lning o'rtasidan ijeniga hozir bu jag'i turar ekan. Получается, narxi juron kursa chiqib ketganda sirtqa. Yangi tom chiqadi ularga. 5-kategoriyada yo'lning o'rtasidan 12 metr eseptelinadi. O'rtasidan 12 metr olib eseptesinglardan chiqqan zdaniyalar, ular buzilish kerak-da. Krasniy. Nima qildi? Ko'rib tursiz egalari. Egalar kelib turdilar bu yoqqa. Bu joy qancha ekan? 25 ekan. 22.05 ekan. 22.05 bundan da aynı ölçeylende. Ne oldu? 22.05. Ne berer onda öyle cılk etmez. Bir kere özünü gözüne görsek koyun, ceri gayri diyeceksin ekan. Gel bir. Kaç oldu? 20 yer hazır kapanışlı. 21 oldu. Gel bir yapalım. Nural tarafta razmeri de akbil. Tamam. Bak. Tak 21 ekan ha? 21 ekan ha. 21 narjaqda daha 1 metr girish kerak ekan. 1 metr ichkariga ekan. Mon kim qurgan o'shanda? Bu eme eko bir kishi qurgan ekan mana. To'g'andar bu burchqacha hozir 21 ekan, naridagi 1 metr girish kerak ekan. 21 5 dedi. Yo'q, 21. 21 toshtasini o'lchab. Buni ömürgacha psixologgacha. 21 jazo o'shanda 1 metr narx girish kerak ekan. Hatto chiqib hisobladik. 1 metr narxına Jilish kerak ekan. Narjaqa jilish kerak. Jilvozadalar shu menen o'zmen o'zi olsa ham mayli o'chilar. Gördünüz mü? Esne bo'lsam ular anaqa. Arjaqda 1 metr jeringar bor ekan da dağı. Bor, kiyom uni rashodni olib O'shancha narxga septik qurgansilar bu. Shu septik ham bir qo'shninikiga turamasda qo'shni tarafga. Yo'q, bu uyim prosta men tirikchiligim yo'qda, ashtirishimda bir ikkita duxovka qo'yib pishirib qilaman-da. U Yo'q, septik deydi. Septik orqada septik yer bor, qo'shnilar tarafda. qo'shnilar o'zlari ruxsat berib qilishgan, oldirib yuboraman agar. Yo'q, uni ruxsat bo'luvi, buni ruxsatda ular yaxshi paytdagi ruxsat oldi. Oliraman agar ol desa u menga. Al, ham o'shanga pretenziya qo'yadi hozircha narxlar. Hocam bu uyning arqa jag'ini o'tsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Ha?
Qo'shniniklar. Musulmonlar bir tartmayın mı okuda kaçayım? 22 bile bu jag'da. 15 yarım. Ulan 15 yarım tat. Bo'ldi. Nam yerga keldim aka. Eme qarindosh kelsang, nam yerga keldi. Qiziqda keldi. Ushul yerga keldi. Zabor nereden geçiş kerak ekan? 15 yarım bo'ldi va. Nam yerga keldi. Bularning territoriyasi aytdi. 20 ming doshi yetdiki. Ushul yerga ekan, o'sha yerga keldi ekan. 15 yarım ekan. 15 yarım qaraldı. Bo'ldi. 15 yarım Gosak'ta. Ushul yerga zabor tush kerak ekan. Biziki ovada. Shunday. Narxlar kerakmi? Yani zabor O'shalar qilish kerak-da, Biziki jesimlar. rakam bo'yicha zabor aytdim. zabor nereden türlü ekenden de. Eski zabor tur ekanda. Granitsa o'shanda zaborning yag'ini kichkina yer qilib. Yoldan görüyoruz, yoldan. O'rtada nol granitsa. Men o'shani aytyapman. Buni men chiqarib salam deyapman men. Zabormi? Zaborni. Bular o'zlari qurib oldi. Men o'zim quram deyapman. Qayerdan qurasiz? Bular o'zlari qurib oldi. Bular o'zlari oyoqqa qursin xohlaganini. Duxatashga qilsin menga desam, men farq Zaborni etmaydi. nerga qurish kerak bularchi? Niyaqa qurbaydi-da. Nega? Nega qo'yadi? Territoriya quradi. Qurbaydi. Usul zaboru to'sqandan Men zaborni solatgan yerim yo'q. Men zaborni ko'pga chiqaraman, musorga chiqaram dedim men. Qarindosh, hozir yerga o'shanda bular qurmasin deyapti. Qanday bo'ldi işte? Chegarasi shu yerda ekan. Qanday bo'ldi? Sotdan chiqqanday bo'lsa bizda. O'sha kitobdan da chiqib sotdan to'ttar uchayna bo'ladi. Tot meni ikkita birday bo'ldi. O'zi tomonga Tek olib. qarang. Mana nimasi attagana. O'sha o'tirib Onu 29, 20 yapsın herhalde bir 14.55. Artı uyunun arkasında kaça metre var çevre bunun uyun? Bor. Uyning orqasida darish kerak. Darshi bor. Coşu. Niye 29 metre mi var? 29 metre onu kaydan ölçen bile. Bilmiyorum. Başlayalım. Koyulaçı 29 göreyle kaygılı. Başına başlap mı? Nark başında. Bir gözü. Ya basya kana metre. 29 Sıcak bizden rayonun başka arxitektori. Qayerda? Allah uzak. Malik aka. Az bir yakın ölçerdik de. Men hozir o'sha nimadan olib kelaman bo'lsam. Yerga chayin az 21 chiqdi. Ana yerga chayin chiqish kerak ekan. Kompaniyani bankdan men olib kelaman bo'lsam. Bular ikkita bo'yicha shunday ekan. Nereden başlanıyor? Başla. Yaxshi bo'lacaq. O'shanda qarindosh, nima, nereden 1 metr bo'lib, o'sha 15 ga borib sayilish kerak ekanda. Bir jol bitirib olganingiz yaxshi emasmi o'zingizga? Siz shu yerda. Gel bu yoqqa o'lchaguli. Men qarab o'tiraman uni. Bular sen отдельно забор, ular отдельно qurib anda o'shani qurib olinglar. O'shani aytsam tushunmaydi. Buvamatı var. Biz bu olmadı. Sizler mi? Yoksa buvamatı mesleğinin çevirenler kaçsın mı? Bular da iki göz hakkında da. Tek göz ya. Men Kana şu bir çıkı saktılar. Kayırgı çeyim var. Onun çevirası çağırayla. qaysi unavi, qaysi bildim. Birinci buvamatı var mısın böyle? Anan gelin. Men dag'i bo'lmadi, ukamdagi bo'lmadi. Buvamatı var hem. Mana men, maqtana men. Saktın aç şunda. Ukanlar, biraz ukanlar da var. Ukam birosi ukamniki. Kim ukamlar? Faruk. Yetek onu egesi de buzam dedi. Uzam dedi, buzsun, jo'qotsin. Bunu çevirenler kayda toplayıp. Tünek bilin bunu. Bunu üçüncü bölümü başka gel. Toğuz sötüp addelini satılağını gene bölümün arkaga. Oyoq orqada qolgan. O'sha grensin arqaysi. Bunu zabor mu? Zabor. Şunu tatlı. Bir chechib olsanglar, keyin hech kim chechib bermaydi. Ömür bo'yi so'g'ishasan. Bunday bo'ldim o'zim. Az chechib olinglar shuni. Har 3 oyda kelem ketam, jonim ketdi. Sotib borganmiz oyoq. Mol jaqda sotilganmi o'shanda? O'shunday bo'ladi, zaborni arjag'a sotib Sizlar sotgansizlar. O'y, biz sotganmiz. Algının çekiler. Bizi cheklovchi. Sizlar qancha chek olganlar? Anisini delada turadi, bordi qancha chek. O kishi qancha bo'lgan aya? 17 jarım so't. 9'unu sattılar. Ha. Onda bir hafta 10 sattık kaldı da adira. 9 yarım sattık. 9 jarımdan ko'p pul jaradi. 15 jar. Oo. Yok kan jering ara. Nereden öyle geçen 55-50 ondan naraka gidetiken. Ondan bir 55-50 yer geçeyin eken de. Ondan bunun var 21 olur da. Kaça satayım 55-50. 55-50. ketemiz bazı. Jirgile, qarindosh kelib qarab turingiz. Qarab turingiz. Ana neme, men jana yo'lning o'rtasidan nol uy chiqib ketdi sirtqa. Nol. Yo'lning o'rtasidan beri 12 metr eseptaysiz tag'i. Buni kamokning burchi tur ekanda anan yo'l jag'i chiqib ketdi-da.
Nazır ölçөгөндө эле чыкпаса керек. Канча экен? Aziz qarmadыңар баягы жерден. Qancha metr ketadi? Qancha metr dedingiz akam? 50. 30 25. 25. 25 kapar. Çocuk ketdi onda alışıyor. 55 ge oşunda okşayt. 25 30 55 ke 25. 25 qanaki? 25 bu yoqda. 25 kapar. 28 hazır. 27. Ayттым го жана карындаш чыгып кеткен деп. 25 мамна келет. Жана мен айткандай. Жакшыраак карап турсаңар. Мына 25. Мынакей. Мына ушул жерге чейин айттым го жанагы жолдун ортосунан 12 метр эсептейсиз. Могул жакты бузуш керек. Mayli bo'pti, buzamiz. Ana da bo'pti deb turayinchi. Ага, хорошо. Мол эмен менен тура болуш керек да. Жолдун ортосунан 12 метр алыстаган өлчөйсүз. Yo'lning o'rtasiga chiqqan jeringiz yo'q-da. Жок, андай эмес. Мәнли 10 метр болгондо деле последний 5 метр мне качып кеткен болуп атасың. Здание. Ооба. Жок. Линия застройки курулушту өзү ошол жерден башташыңар керек. Жененди айтып коюп атабыз. Yo, men bo'lsam, bo'pti, mayli sizlar Qalasыңар qilaveryapsiz. сотко бересиңер. Yerim yo'q. Qalasыңар сотко бересиңер. Мыйзам жерен Sotda каралат. o'zi negizi sotda bu yer. Сотко болсо жакшы экен. Sotda. Караштыргыла болсо. Чакырды биз өлчөп берип атабыз. Önce beni koyun ay. Zakaz bergen. Uruşpagыла, андай неме. Кошуна менен талашпа. Şu yer tost koysa bo'ldi. Endi siz meni ona pochangizga onam bilan jigarni nimaga urdirtirasiz? Nima haqqingiz bor sizda? Yo, nima haqqingiz bor sizda? Men onam bilan jigarni urdirtirgani birinchidan. Ha, urushgani emas. Men spokойно, нормально gapiryapman. Oha, bolini to. Siz urdirishga haqqingiz bormi? Meni boshqacha gapirishim. Ya bakalım bokum. Yo, 20 ekliyor. 20 ekliyor. 20 ekliyor bu. Tamam çıkar kaç. Bunlar 20. Так. 22. 22. Akşamdan yak ne olup oldu? Aşıkça жерде. Aşıkça arı ha. Uzak municipalный жер болуп. Yok nereye кетип тур болушу. Берен жер окуп алсак, Bunun gelmesi bolup, niye münicipal olup kaldı mı? мына 22 жерге токтотулат. Узбайды кайын тең. Peki. Buraya geldiğin önce bak şunu çıkarttım. Kança aşkanım geldi. Кудукка келип атабы ошондо? Aa, kudukun. Koyduk 22'ni. Ошондо Узбайдыкта неден экен, ошо 2 метрлик биздин муниципалный жер экен. Аны сенет. Bu жерге жол салып койсо болот экен да. Bana tuganlardan kallam. Кошуна менен урушушту эмне кереги бар дейм. Мына келише албайсыңар ушундан. Bu koşalarla yaşap olmaydı öz negizi bu жерде. Жашаса болот. Ана итогу ушундай болуп чыкты. Мына Малек келди ба? Ооба. Малек акыркы чечимди ушерде чыгарып, ону неме кийинамызда 2 метр болсо болду. Нарк кошунаныкы каралат, нарк кошунаныкы кайерге чейин келет. Экөөнүн айырмасы каралат. Эгер недоразумение болсо сотко барылат, сотко берилет. Сотто тийиштүү дагы жергиликтүү комиссия, кадастр, архитектура, мэрия менен биргеликте дагы каралып туруп, анан ошонун негизинде чечилет. Болду. Uydan çıkardı degen. Болду, ушул документ. Ортодо мисалга ашык калган жер болсочу. Мэрия кылат. Ортодо ашып калган жер эми бир жака сүрүлөт да каралат да, мыйзамсыз жер болсо карап, бир жака сүрүлөт, ошол мыйзам ченемдүү каралгандан билинет аны. Азыр алдын ала билип керек. Жерден жол ашып койсо болот экен. Онун портал бермем. Narkoyda. Mo документтин şu конфигурация, жерде сыган жери бар. Ecek. Sileyiz mi? Ova, bu işe 2 yıl oldu. Anan bir de çok poçuk. Kesek kadınki de öyle ekskavatımı bu işleptir de mu tosulgan boçu da aylanpasın. Ağzımda dalantır istorikasını başta taminen jağıp bitti. Bu emin karar koysunlar yaxşı buladı. Ошондо сиздин ардакта канча метр жериңиz бар? 2 metr jerim var men az. 2 metr ötüp ketip aldım. Ar jaqdan buyağa girip aldı da 2 metr. Koştun gereği yok tabii. Şimdi hazır ölçüp göreceğiz. Sonra taşın çekeyim. İden arağı. Азыр азыр туруп алайм мен. Kançadaydı? 28. 28 mi? Moğlar ayttat koy. Naraka 2 metr bular. 2 metr girip ketişken dep. Gel moğana. Özüngüne turup turup olsa şeyden tüz boldu. 30 keler. 30 boldu. Şöyle turup turup. Bir şey bir dakika okuarda. Malek aka kança? 51 ekan. Halkın içinde 3 metre yeri var. 2 metr dedi.
Munda Aman. aytlar ki. O karındaş sakıp koş geldi. Ha çizik var, çizik gördüler mi? Oşo banka turat makanın ardında. Ardek dedi. Ardak. Ben çakmak var. Şurada sürüyor. Ha. Karındaş. Ne bileyim onu. Ece. Ya kaç metre olsun? Ortadan ona tuğla var oğlum. Malika ayıp var uzun. Canım var. Gel. 44 de koyup durun. 4 de koy dur. Ulan da 30 milyon da. 30. Ya 30 metre gende sınırlandı. Doktor boşak koyunca görev zaman. 80. Boşak koyunca görev zaman. 40 eken. 40 ekan ha. 40'tan keyin sınırlan yeri var eken o yerde. Ya 40 metre ölçer 40. Oldu bismillah de gele. Ağzı bile. Mevzu tartal, elemiyor aşağı asılmayın. Enemde bova yine avval. Enemden bova yine avval. Enem yaşı yatı var yine. Bol gelerin. 30. Kaç metre baş gerekli? 40 dedi. 40. Bunlar arkasından emet bitken. 12 metre. Bunlar da çıkıt. Var dağı. Maliyaka 40 bile. Nam yerden eken ece sizin жериңiz. No kana ece? O egesi onu. Egesi. Mol uyuңuz şişip kettir da sırtta. Ona bundan geçiş керек eкен, şu жерге кетер. Bunu da yandı. Mol жагыңыз buzuluş керек eкен да, жол. 30'da 19 koşunda 59 metre 49 şöyle geldi 49 metre. 12'sinin arasında kaldı. 12'nin ölçüyorlar özünün arasında. Kaltır koydun ha? Kova yok kova. Kaldırdın mı? Yok kova yok da ki. Ben şunu aytdım 12'nin kaltır koy birinci. 12'nin kaltıyım. 12'nin bir yaktan tartı. Ben 12'nin yerden tartaldı. Anda bir yaktan var eken da. Yok hiç koçuda 12. Bunlar kişi yazdı. 12 koşup koy o zaman. 12 var orada. 12. Ben otum yanlar 12. Kaya geldi. 12'ni koş. 12'nin tartı bu. Gel. 40 anam bulacak be. Daha 12 boş gitti da. Ne 12? 12 metre. Ne jeregen? Metre. 4 metre Lan bir yere ekran. Herkes sabır. Sabır. Al sana. Abi yolun ortasından 12 metre falan şu yere gelip bakayım. Adını Malika üçün dakikasını toplaydık. Hakkını düzeylik. Oldu geldik de. Aslında boşa sot podcast verelim. Alın sottağın meselesi zaborunu niye buzurdun degen yazgan ama. Al bu Eğer bir yerde komisyonuna çekilmey turgan bolsa, pожалуйста, sot podcast salma, sotto karap, daha komisyon daha qaraydi. Ol bütünün basın al. Yedi çekilmesi değil mi? Komisyon çekilmey degan. Sot podcast gele bolsa, sottoning bolsa. Sottala sotto oda döküz ver koş gerek. Yo bu komisyonluk bolsa eğer, sot podcast da, komisyonluk bolsa. Komisyonluk koydu hatta. Naç sot podcast. Baltanı karmayıp, koluna girgen yesem karmayıp. Ece ne çürük alıp koymuş. Koluma girgen ya, anan bu yakından girgiz aldım. Özüne bilesin, erkek kişisi sat oynayı var. Akça tölet jirdim o, 2 yıl oldu. 10 bin lira akça tölet. Ece uyuңuz miyаңыз genel eken oldu. Uydu bir jıldır alışınız gerek eken. Onun joldu kengeytip. Жолға шыққанда өзіңіз келе еmet. Bravo. Машина кенен болгон жакшы, обочина токтолгонго. Kanayla uyum var da, yine altı. Тротуар керек. Biz bunu hazır aldığında aytып атабыз. Erteң шаар болуп неме болгондо жолдор өлчөнүп, кеңири каралат, красильнийлер каралат. Biz оларга документ бербейбиз, Акбүрөмкө айтып коеюн. Кийин өзүңөр мындай озекиле айтып атат дебегиле. Бул ишке аша турган нерсе. Az ben bitteri giyiyorum. Kim plan buldu da hazır. Kala turgan şartımız yok da kendisi zaten. Бұрын ошону постепенно мынакка жылдыра бериш керек. Peki sana baba, onu neye karayız? Көп ойлойт, жолду элеп алсам ушул боюнча калып калат деп ойлойт. Hemen kaynatan da kabul ediyorlar. Кайтылышын түшкөн.
Oo, kança şöp oldu. Oşun dokumenttagi boyunca da. Şu manamda dokumentde var edi, oşo Ушул жылдары болгон ба? Nereden etki bar boçta? Osalar buzlukta. Так, кеңири болгон жок. Кара, мындай керек. ичкерирээк сала берсеңер болот да. Андай сыртка чыкпай. Kaynatamdan kalan uyda bu. 2014 салган экенсиңер, а? 2014 экен. 2014 to'rt ma'lumda. Илгерки эмес эже. Илгерки эмес. Ошондо деле эске алып кылсаңар болмок Ben экен. zalat demiş. Sal akçalı dayını olsa. Bir de yönlü işlettim işte. Anda ne işteyim? 4 balam var. Ben anda... Ama olарды деле акырын жылдырып, бери жылдыра беришиңер керек экен да. Мына кранга чейин экен да сиздики. Оны жолдун ортосуна 12 метр алып тура бересиз. Мейли? 12, даже 13 метр алып тура бериң запас менен. 4-нчы категория илешип калса 13 метр болот. Дистол бер комиссия. Жарандарга. Мисалга карагыла. 5-нчы категория болгондо жолдун ортосуна 12 метр болгондо 12 метрден 4 метр ичкериге куруш керек экен да, норматив боюнча. Курулуш сызыгы. Мисалга азыр могу имарат могу жерге келсе 12 метр. Ошондон нары 4 метр эсептелинип үй курулуш керек да? Курулуш сызыгы, үй курулуш керек. Ушул жерге келиш керек экен да негизи. Ооба. Эме көрдүңөр да? Забор ошо жерге неме линияга. Линияга курулат да? Булар забор. Үй ичкериге. Ичкериге. Бул дагы эми образование элдер көрүп эметишет да, билим алып эметишет. А ушинтип куруш керек экен деп. Элдерге үйрөтпөгөн үчүн да болуп атат да, бул нормативтерди үйрөтүш керек да. О көчөдө мына мектепке балдар барып келгени тротуар жок да. Тар өтө. Өтө тар. Мына бул жерде мына оң жагында такыр эле жок турбайбы? Жок. Ушулардын баардыгына документтерин көрүп, Дамлажанов көчөсү турбайбы? Туугандар, мына жолдун ортосунан 12 метр аласыңар дагы ичкериге. Анан заборуңарды курасыңар. Буларда шарт бар экен. Жылдырса болот экен, шарт бар экен. Бул жакка бузулуп аткан турбайбы өзү деле? Как раз жылдырып курса болот экен да. Бузуп аттыр, как раз жылдырып курса болот экен. Үйүнч. Азыртан эскертип берип. Ким бар? Келип койгула. Азыр үйдө. Эң тар көчө. Огороддор иштелбей эле жатат, жолго жылы беришет. Өзү чыгып кеткен деп айттым ага. Мына жерден. Кийин түбүнөн. Балдар өтө албайт мектепке кетип атып, вообще машина. Мына кара. Салам алейкум. Бияқта жашайсызбы? Мына шарт бар экен жылдырганга. Мына огород жагына бош турат. Бери чыгып алышкан да. Муну кара, кенен экен. Укмуш кенен экен, ичкерге жылдырып. Мына бүт эле мына карагыла. Жан жол жок. Өздөрүнүн жашоосун өздөрү кыйындап атат да. Балдар ойнойт ушул жерде. Мектептин немеси го бул? Территориясы? Ол дагы ашыкча кылып куруп алыптыр. Мектептин территориясына куруп тур да, мына көрүнүп турат. Үй кенен турбайбы? Жер да кенен экен. Бузуш керек? Тротуар кылыш керек. Ой, жер аябай кенен турбайбы? Бул жөө үстүн жасап тур да, навес. Бул жагы жол экен, эже? 13 метр экен. Жол экен. Бул Карл Маркс көчө да? Endi Damlajan bo'lib qoldi. Мынау көчө. Енді 13 метр екен да ширinaсын. Ашқын да. Бұл жерде мына қанша тап тұр? Мол территория қанша екен вообще?
Так. 11 5 8 45. Так, мол жердікі жоқ қой. Мынау да 4.45-ке. 28.95. Mon жолдың ширinaсын бірінші өлчөйлі. Анан кейін мынау эме узунунан бир өлчөйлі. 28.95-те. Жол ортасынан бір өлчөйсүң бу? Жолдың ортасынан бир өлчө 12 метрде. Bu yoqqa kirib ketambi? Ичкерге. Ортасына қой. Bo'ldi. Туғандар мына жолы аябай тар. Аз өлчөп атасыз. 12? Азыр эже мына эң минимальный 5-чи категория 12 метр менен эсептеп атабыз. Эгер 4-чи категория болсо 13 метр болуп кетет да. Азыр 12 менен өлчөп атабыз. 12 кайра келди? Мына 12. Мынаки. Мына 12. Ушундан, ушул жерден забор болгондо нар жака 4 метр эсептеген үй. Болду, келе бер. Бияка кел. Забордон нары минимум 3, анан 4 метр. Ооба. Мына, кел. Үйүңүз ошол жерден башталыш керек болуп калат да азыр. 4 келдиби? 4 мына жер. Ооба. Мына 4. Мына жерден забор башталып кетиш керек эле да. Мына ичке. Жо, забор эмес, үй. Үй той. Забор мына 12 метрден. Мына. Мына жерден үй башталып кетиш керек. Ушундай же. Бала чака үчүн ачып бересиз жол. Тротуар. Өздөрүңүздүн балдарыңызга эле жакшы да. Сиз деле бул возраст турбайсыз, карыйсыз эртең. Наркы берки бетке өтүшүңүз керек. Мо жолдо жүрүшүңүз керек турабы? Жол жакшы болсо жакшы. Ооба, кенен болсо жакшы да тротуар. Кожоюнуңузга да түшүндүрүп айтың да. Бала чака биз деле жаш болбойбуз ар дайым, карыйбыз. Тротуар керек депчи жан жолу. Оу. Бияк сага карайбы? Сеники ичкериде экен да? Оңойло жылдырып койсун. Сен жарына чей жылдырып койсоң да болот экен. Катары кандай деп ойлойсуз? Мына тротуар керек эмеспи? Керек. Өзүңөр эле жашайсыңар, бала чака өтөт. Керекпи? Жолду кеңейтесиңерби? Кеңейтебиз. Мына Макс. Кокус бала чуркап чыга калса, тормоз бере албай калат да. Эме штраф видеокамера да керек экен да, мына көчөгө эки башына. Штраф видеокамера керек экен. Мектептин жанына сөз керек. Кандай дейсиз? Кандай сигнал дейсиз? Попап дегенби? Неге? Качат да сигнал берсе. Сигнал бербесе качпайт да. Анча сүйлөй турган болуш керек да. Кач деген да. Мон карак, азыр кайка токтойт эми олар. Өздөрүнө эле жаман. Да. Оны карагылайбы. Кандай кылып өтүшөт? Бир туруп машина көбөйүп кетет экен. Бир туруп азайып калат экен. Моңгора аз машинаны көрдүңүзбү? Балаңызды ушерген мен мисалга жөнөтө албай турам да, мондай жерге. Мен жоллор азаман дейм. Просто нече вакыт керек экен, мына муну ишке тоолоп койсом, битасам, баласы мен 2 метрден кире берем. Бул кошунаңызга эметпең, өзүңүз кире бериң. Ал сизге карап кийин кирип кетет. Сиз эме? Оланы дедим. Жолдун ортосунан эме экен да 12 метр эсептешиңиз керек. Жолдун талабы боюнча жол ортосунан 12 метрден баштап сиз эме кыласыз. Застройка баштап. Эме забор кыласыз. Жолдон баса кеткен жерде 1 метр рабочий мотор коюш керек. Анан тротуар чөкүргөн ошол нерселерди да эске тутуш керек да. Мына муну караң, вообще жерде тротуар жок. Столбанын бяган өтөт го. Жашырынып. Мен мисалга жок болсо жерден акырын өтүшүң керек экен да. Дуалга таянып. Мен быйыл 5 жыл алдын шундай ойлогонмун. Ремонт баштапсыз да сиз өзүңүз, Эским чирip болмой калды. Эndi муну уста биз жашайбыз да. Мынага курулуп алгыча экен да. Курулуп алгандан кийин. Жиче вакыт керек экен. Вакыт керек, ооба. Мен өкмөттө айткан размерде жыл беремин. Каршы эмесмин. Хорошо. Молодец. 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 Абдуш биттеде энеке шамыйла односторонний перчатка. Односторонний кылып анан штраф видеокамера коюп, машинаны катты жүргүзбөй. Бәсе чыгып кетеден кылып, мага кысылып калат. Балдарыңыз барбы сиздин азыр? 5те. Тем более 5те болсо сизге сөз керек экен тротуар бияк. Муну
Stolbany bir Bunu almashtırış керек bunu stolbany. koştanlık olsa gerek. Koçtanıkı eкен bu? А, мында ток жок азыр, э? Yani telefon. А, sen bunu Telekom караш. Telekom силерге задание экен да. Мынау кулабайбы? Кулайбы. Бул кыймылдайт турбайбы? Кыймылдайт экен да, алмаштырыш керек. Bunu da Aha. iki çekeyi koyup koysa olur mu? İki çekeden cevap bir arardım. Stolbanın ortası 50 metre болуш керек да. Yok ama 30 metre koysa ben onu alır. Бола берет. 30 метр деле. Главное, мындай безопасный болуш керек, салбаңдабаш керек, мындай зымдар. Эгерде сиз ичкериге кырсаңыз, столба ичкериге кирет экен анда, безопасный болот. Yani içeriden cevap veririm ege. İki çekeyi ortaya koyma, iki çekeyi koy versem olur. Çeken alır. Молар да бузуш керек экен, чыгыш керек экен. Буларга баарын эскертме берип кетет эми. Эскертме берип кетишет бардыгына. Эмеч, напоминание. Атыңыз кимсиң?